Mutsinoz ko'krak saratoni va immunoterapiya. Zamonaviy yondashuv. Mutsinoz ko'krak saratoni, Mucinosis breast cancer, ya'ni ko'krak saratoniga nisbatan kam uchraydigan, ammo biologik jihatdan o'ziga xos turlaridan biri hisoblanadi. U o'sma hujayralari tomonidan ko'p miqdorda mutsin, shilliq modda ishlab chiqarishi bilan tasdiqlanadi. Aynan shu mutsinli muhit o'smaning immun tizimi bilan o'zaro munosabatni o'zgartiradi va davolash strategiyasini alohida yondashuv sifatida belgilashni talab qiladi. Mutsinoz saratonining immunologik xususiyatlari. Mutsinoz ko'krak saratoni ko'p hollarda estrogen retseptorlari R musbat, R2 manfiy, past proliferativ faollikka ega bo'ladi. Bu esa uni klassik davoga nisbatan kamroq sezgir qiladi. Shu sababli oxirgi yillarda olimlar e'tibor immunoterapiya imkoniyatlariga qaratmoqda. Mutsin o'sma atrofida o'ziga xos qobi hosil qilib, immun hujayralarining o'smaga kirib borishini cheklash mumkin. Shu bilan birga ayrim holatlarda o'sma immun tizimidan yashirinish uchun PDL1 kabi ingibitor signallaridan foydalaniladi. Ana shunday nuqtada immunoterapiya muhim ahamiyat kasb etadi. Immunoterapiyaning asosiy maqsadi organizmda o'simdagi qarshi immunitet shakllantirish, uni saraton hujayralarini tanib, yo'q qilishga qayta yo'naltirishdir. Bunda immun tizimiga qo'yilgan tormozni olib tashlab, T limfositlarning o'smaga qarshi faolligini oshiradi. Shaxsiylashtirilgan, ya'ni personal immunoterapiya hozirgi kunda genomik tahlillar orqali o'smaning mutatsiya yuki, immun profili, sitokin muhiti aniqlanib, har bir bemor uchun alohida immunoterapiya strategiyasini tanlash imkoniyati paydo bo'lmoqda. Agar sizda va sizning yaqinlaringizga shunga o'xshash shikoyatlar va savollar bo'lsa, yuqoridagi raqamlarga murojaat qiling.